Yana bir ajoyib dopamin mavzusini yoritish usuli bu Wall Street filmidagi sahnada bo'lgandek, bir odam sizga qancha kerak deb so'rasa, u esa shunday javob beradi: ko'proq. Mana bu dopamin. Bu dopaminning mohiyati. U faqat ko'proq xohlaydi. Bu haqiqatan ham raqam haqida emas, balki pulni olish va uni topish haqida. Uni olishni istaydi, lekin keyin undan ham ko'proq narsani xohlaydi. Biz buni $1,000,000 olgan odamlardan so'rashimiz mumkin. Keyin 10 millionni xohlashadi. 10 million olishsa 100 millionni xohlashadi. 100 millionni olishsa milliardni xohlashadi. Men bilgan milliarderlardan ba'zilari baxtiyor, ba'zilari esa juda ham baxtsiz. Bu albatta ularning dopamin bilan bo'lgan munosabatiga bog'liq. Chunki oxir oqibat bu pul haqida emas. To'g'rimi? Dopamin faqat valyuta. Shuning uchun sog'lom munosabatlar juda muhimdir. Hozirda ko'plab odamlar eshitishimizcha izolyatsiya inqirozdan aziyat chekmoqda. Lekin buni to'g'ri yo'nalishda o'zgartirish uchun faqat bitta ishonchli munosabat kerak. Men bu haqda juda qat'iy fikrdaman. Kimdir qilishi mumkin bo'lgan eng kuchli narsalardan biri, istamasangiz ham biror kishiga har kuni ertalab "Xayrli tong" deb xabar yuborishdir. Buni ahamiyatsiz yoki kulgili bo'lib ko'rinishi mumkinligini bilaman, lekin buni aytishga tayyorman. Bir do'st toping. Ayniqsa do'stlari yo'q bo'lgan erkaklar uchun do'st bo'ling, chunki ularning ulushi kattaroq. Ayollar orasida ham yolg'izlar bo'lishi mumkin. Har kuni ertalab kimdir bilan "Xayrli tong" xabarini yuborish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Bu bir kishini boshqa odam bilan bog'lanishi uchun eng kuchli narsalardan biridir. Suhbatlashishingiz shart emas. Har kuni nima qilishingiz haqida gapirish ham shart emas. Dunyo bo'ylab yana kimdir bizni qadrlayotganini bilsak, shunda ertalab uyg'onganimizda o'zimizni ajoyib his qilamiz. Men bu ishni 2 do'stim bilan odat qilib olganman. Ba'zan ularning soni oshib ham turadi. Bu juda ham kuchli bir narsa. Siz jamiyatni bir qismisiz. Nima deyish muhimmi? Chunki guruhimizda o'zaro bir-birimizni turli so'zlar bilan xursand qilamiz, dalda bo'lamiz, bir-birimizni kuldiramiz. Bu ham yaxshi. Qo'shimchasiga ahvoling yaxshimi? Qanday uxlading? Bugun nima qilmoqchisan? Kundalik rejang nima deb so'rang. Bu ular haqida qayg'urish va g'amxo'rlik qilishmi yoki shunchaki muloqotni o'zimi? Kimdir sizni ertalabdan o'ylab qayg'urishi kerak. Bilasizmi, odamlar juda yolg'izlashmoqda. Biz endi o'z oilalarimizdan uzoqlashdik va yana siz bilan muloqot qilayotgan odamlar oilaviy a'zolaringiz bo'lishi mumkin. Lekin kimdir bizni birinchi bo'lib ertalab o'ylashi fikri, hatto bu shunchaki operatsion narsa bo'lsa ham, masalan, "Xayrli tong" kabi biror narsa muntazamlikni, kutishni va ijtimoiy aloqaning ishonchli ekanligini anglash bu kuchli ta'sir qiladi. Bilasizmi, biz AQShning bosh xirurgidan izolyatsiya inqirozi va ko'proq aloqaga ehtiyoj borligi haqida ko'p eshitdik. Albatta, bu odamlar bilan sayr qilish, qahva ichish, ovqatlanish shaklida bo'lishi mumkin va yana. Buni eng oddiysidan, tongdan salomlashdan boshlang. SMS orqali, telefon yanada yaxshi bo'lardi. Har kuni ertalab. Men bu ishni 2 do'stim bilan qilaman. "Xayrli tong, xayrli tong." Agar birortasi tushga qadar javob bermasa, biroz tashvishlanaman. Ular biror muammoga duch kelmagandirlar, ammo bu men uchun kunlik odatga aylangan. Bu sizga o'zingizdan kattaroq narsani bir qismi ekanligingizni his qilish imkonini beradi. Biz hayotimizni to'liq izolyatsiyada, faqat o'z maqsadlarimiz bilan yashash uchun mo'ljallamaganmiz. Biz boshqa odamlar bilan aloqada bo'lishimiz kerak. Ishga borishning ahamiyati shunda. Ish joyingiz bo'lmasa, kafe yoki kutubxonaga borishning ahamiyati shundadir. Ba'zida ko'chada uchrashib shunchaki salom deb aytish ham muhim. Bilasizmi, biz rivojlandik. Biz primatlar turkumiga mansubmiz. Ba'zi odamlarning hech kimlari yo'q. Bu juda qayg'uli. Ammo ba'zilarning SMS jo'natish uchun ham do'stlari yo'q. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.